Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun shanba kuni ertalabdan mana chicken pishirishni boshlab oldik. Bugun shanba kuni ertalabdan mana ishga ketish oldidan chickenlarni pishirib Turkiyada, Turkiya hayotimizning yana bir kuni. Albatta bugun shanba kuni ertalabdan turdik va chicken pishirib havasak uchun bilasizlar Turkiyada mol go'shti, qo'y go'shti yeyish katta armon bo'lib qoladi. Sababi biroz narxlar qimmatligi hisobidan biz tovuq go'shti yeymiz. Tovuq go'shti bilasiz, biz musofirchilikda shunday. Sababi sotib olay desak, mablag' ancha odamni qiynab qo'yadi. Shuning uchun tovuq go'shti ham yaxshi ketaveradi. Mana ko'rib turibsiz, tovuq go'shtimizni mana shunday upakovkada keladi. Turkiyada mana shunaqa upakovkada olib kelamiz va pishiramiz. Mana shunaqa mana ko'rib turgan sariq paketdagi chicken bo'ladi. Mana chickenimizni pishirish jarayonini Turkiyada turib mana yegulik tayyorlayapmiz chickenni pishirib. Xo'p, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, mana shu bizni YouTube kanalimizni albatta uzoq va yaqindan kuzatadigan barcha akalar, ukalar, opalar, singillarimiz qo'llab-quvvatlab turingizlar. Albatta yangidan yangi videolarni qo'yib boryapmiz. Haftada bitta bo'lsa ham video qilishga harakat qilyapmiz. Nasib bo'lsa, kimgadir qanaqa bir savollar, qiziqarli fikrlar bo'lsa albatta yozishingiz mumkin. Turkiyada keyingi nasib bo'lsa, keyingi videolarimizda ham yana Turkiyada fabrikada ish joyimizdan video qilib boramiz. Bilasizlar, hozirgi paytda mana shu kecha kunduzda Turkiyada dollar kursimiz 4,5 mingdan oshdi. 4,5 mingdan oshganini ma'lum qilmoqdamiz. Dollar kursi o'sib boryapti. Ob-havolarimizda havolar bulut, hali to'liq ochilib issiq bo'lib ketgancha yo'q. Shuning uchun Turkiyada mana ishlab yotibmiz, og'aynilar. Xo'p, Turkiyada hozirgi paytda ko'pchilik so'raydi, ish topsa bo'ladimi deyishadi. Akalar, ukalar, opalar, singillarimiz, ish topsa bo'ladi, lekin mana shaxsan men o'zim kimnidir ishga joylab qo'yaman deb kafolat qila olmayman. Sababi musofir davlatdamiz. Kimnidir aldab, chaqirib, kimnidir ish topib olmasak yoki qiynalib qolsa yoki oylik ishi kam bo'lsa, bu narsada biz xijolat bo'lib qolamiz, hurmatli obunachilar. Shuning uchun ham biz ish topib boraman deb shaxsan men o'zim shu narsani e'tirof etmayman. Mana shunaqa ertalab soat 8da ishga ketamiz. Xo'p, kechqurun mana hozirgi paytda 6:30ga ishdan qaytamiz. 6:30da ish faoliyatimiz tugaydi. Qishda soat 8dan 6gacha edi. Mana bahordan boshlandi. Mana shu mart oyidan keyin o'zi ertalab soat 8dan kechqurun 6:30ga qadar ish faoliyatini qilib qo'ydi. Xo'p, hozirgi paytda mana narxlar o'sib boryapti. Yeyish ham, ichish ham, xo'p, hamma narsa o'sib boryapti. Endi Turkiyada kelaman, boraman deydiganlar avvali harakat qilib, o'ylab kelganlaringiz yaxshi. Hozirgi paytda bilasizlar, Turkiyada dokument bermaydi. Ba'zilar kelib ish topolmay ketayotganlar qancha eshityapmiz. Shuning uchun hurmatli do'stlar, ish joyingiz aniqroq bo'lsa va dokument bo'ladigan bo'lsa yaxshi. Mana hozirgi paytda ishxonalarda yaxshi ishxonalarga kirsangiz agar mumkin chalishma izim olish mumkinmi deydiganlar bor. Chalishma izimni ham olsa bo'ladi. Uning uchun o'tirma izim olish kerak. O'tirma izim olish hozir ancha muammo. Uning uchun bilmadim qayerga murojaat qilishga. Hozircha u haqida ma'lumot yo'q, lekin dokument qilish masalasi ancha jiddiy masala bo'lib turibdi.
Shuning uchun hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, Turkiyada kelishdan oldin bir o'ylab, boyagi eskidan qolgan maqol bor-ku, 7 o'lchab 1 keskin deganday, bir o'ylab keyin kelishga maslahat bergan bo'lay edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'linglar.